Assalomu alaykum hurmatli namoyishchilar va mehmonlar. Sizlarni Navro'z bayrami bilan tabriklaymiz. Nazarda Sanatoriya nomlari nomidan, ishchi xodimlar nomidan hammangizga sog'lik, salomatlik, bahoriy kayfiyat tilayman. Hammangizga baraliklar. Endi bitta mehmonlarimiz kelganlar, qo'shnilar, qozosini keyin Zabira, Gulapa, Uyg'ur millatidan, qozoq millatidan, Tojikistondan Sobir aka. Ularni bir chekkadan hammani dardini tinglaymiz. Здравствуйте всем, отдыхающие, всем поздравляю с Наурузом, всем желаю удачи, семья, благополучия, все хорошее. Aziz qarindoshlar, Navruz bayramlar muborak bo'lsin. Butun bizning Uyg'ur millatidan yalqinlik salom, hammalar boyasharlik, boylik, yaxshiliklar tilayman. Hurmatli Nazarbek sanatoriyaning demoqchilari, bugungi Navruz bayramidan qutlaqlayman. O'sha Navruz oyida bizga yaxshilik bo'lsin. Allah'ın bergan insonligini tuzatib, bizga yaxshi ko'ngildan qaytgan nasib etsin. Navruzda barliq yaxshilikni tilayman. Başımız aman, malımız mutlu olsun. Sizlerdə Özbek xalqı biz öz ağam deymiz. Sizlerlə tuğsqanlığımız hər qaray yaxşı olub, tatlı tatlı ömür sürüge Allah nasip etsin. Barlıqlarımızda Navruz bayramını kutlayman. Assalomu alaykum hamdo'stona aziz. Mo'y shumora Navruz idi Navruz kati tabrik mikunam. Hamma sog' salomat. Hamisha hamin yaragi sol Navruz bilan omada hamisha dam girifta doim sog' salomat. Hamma rahmat. Barobar. Olam